Xo'p, 29 gram, 29,4 gram kaliy atsetat sof kaliy gidroksid bilan ta'sirlashganda 4,48 litrli normal sharoitda gaz ajralgan bo'lsa, reaksiya unumini aniqlang. Tamam. Kaliy atsetat sof kaliy gidroksid ta'sir ettirilib, qanchadir qismi ortib qolgan. Nega? Chunki bizda reaksiya unumini aniqlang deyapti. Jami 29,4 gram olingan ekan. Hosil bo'ladi reaksiyamizdan metan va kaliy karbonat. Agar karbon kislotani o'zi bo'lganda nordon tuz hosil bo'ladi. 4,48 litr gaz ajralibdi. 1 mol 22,4 litr hajmni egallaydi. Kaliy atsetatni masalasidan qilib qo'yamiz. Chiqadi bizda 98. 2 barobar katta, 2 barobar katta bitta virgul surib qo'yishim kerak. 19,6 gram. Jami 29,4 gram bor edi. Bu bir qismni tashkil qiladi. O'shani 19,6 gram parchalanib turib qancha? Proporsiyani ishlash uchun 19,6 taqsim 29,4 qilib qo'yamiz. Xo'p, bu nechiga to'g'ri keladi? Nechiga qisqartirsak? 44,9 ga qisqartirsakmi? 9,8 ga qisqartiramiz. Bu yoqda 2 ta, bu yoqda 3 taga to'g'ri kelar ekan. Javobimiz 2 taqsim 3 B varianti.